Aka necha pul bo'lyapti bu? Assalomu alaykum. Savdosi qancha bo'lyapti? Qanchadan? 7 million so'm. Necha oylik aka bu? 8 oylik. Gap yo'q aka. Savdongiz bersin. Assalomu alaykum. Aka necha pul so'rayapsiz? 6 million. Orada qancha qolyapti? 7 million so'm deyapsiz. 7 million so'm aytilyapti, 6 million 8 so'rayapti. Yo'q, jonli emas. Jonli keyinroq olamiz. Aka necha pul qoldimi savdosi? 6 million 8. Necha oylik aka bu? 6 oylik. 6 oylik tanacha. Necha puldan bo'lyapti aka? Assalomu alaykum. Bularchi, sizdanmi? Aka necha pul qoldimi savdosi? 5,5. Aytilyapti. Aytilyaptimi? Savdosi 5,5. Aka assalomu alaykum. Necha pul bo'lyapti aka bu? Qancha? 7 million 200 so'rayapti. Mana ho'l yemishni qanaqa chiqarib kelyapti. Ko'rishingiz mumkin do'stlar. Maydalab kelyapti. Ho'l chiqarmaydi deganlar uchun mana maxsus video. Somonni qanaqa maydalab tashlayapti ko'rishingiz mumkin. Shuni bormi? Nah. Yerong'oq pirit, so'ng piritni maydalab tashladi. Hurmatli obunachilar, mana Nusul dravlkalarimizda yerong'oq piritini chiqarib ko'rsatamiz va undan tashqari somon piritni ham sizlarga chiqarib ana ko'rishlaringiz mumkin do'stlar. Mana maydalab kelyapti. Bunday ham olayım. Olaysam, mana. Fotolarimni ko'rsatib bering, mana fotolari ham bor. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, akalar, ukalar, opa-singillar. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Do'stlar, Universal Travelkamizning yangi partiyasi keldi. Mis atmotkali, alim atmotkali 3,5 ming kilovat, 3 ming oborot. Alimin atmotkali do'stlar narxi 2,5 million so'm. Surxondaryo bo'yicha dastavka bor. Misligimizda esa 2 million 800 qilib Surxondaryo bo'yicha yetkazib beramiz. Uydan olib ketsangiz qulayroq qilib kelishtirib beramiz do'stlar. Telefon raqamlarimiz 91lik 577 46 36, 94lik 873 19 94. Manzil Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani, Surxon 2-bo'lim. Telefon qilaverasizlar. Aka nech bo'lib qoldi savdosi buni? Qancha? 7 million so'm. Bir tekis 7 million so'm ekanda, bu yerdagi. Nech pul savdosi bo'lyapti aka? 6 million 300. Gap yo'q. Aka nech bo'lib qoldi bu? 7,5 necha oylik aka bu? Mashina oshgani. Bu nech bo'lib qoldi ekan aka? 13,5 uziladi. 13,5 bu qopdi.
Neç pul so'rayapti? Surxon savdo yutdi. Ne so'rayapti? Ha? 11 so'rayapti. Orada qancha qoldi? Ola tamam 11'dan biron desa o'tsa olaman. 10 bilan 500 qilyapti. 10 bilan 500. 10 bilan 500. 11 aytilyapti, 10 bilan 500 so'rayapti. Mana do'stlar, Musulmonjon Ibragimov deb yozsangiz, Instagram kanalimizga chiqib keladi. Realni sotilgan narxlarni kuzatib o'tyapmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana shunday bosib qo'yasiz. Yuklagan videolarda hammasini qo'ng'iroqcha onu yoqib qo'yamiz bildirishnomani. Mana sotilgan narxlarda realni kuzatib o'tyapmiz. Qancha chiqib keladi? Bugun buni mollar. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Musulmonjon Ibragimov do'stlar. Ko'proq Rossiyadan biz. Aka nech bo'lib qoldi? 9 mana 700. Gap yo'q. Aka nech bo'lib qoldi savdosi? 11. Necha yoshda aka? Tuqqan to'maganmi? 1 yoshda? Bermagan shahzodni Aka nech bo'lyapti savdosi? 14 dan baho qo'yilyapti. Savdosi qancha bo'lyapti? 12,5. 12,5 savdosi bo'lyapti. 11 so'rayapti, 11 berishdan so'rang, mayli beraman. Qaysini so'rayapti? Nech pulga? 11,5. Nark. Orada nech pul? 25 so'radi. Aka 11,5 11,5 dan chiqib mana Musaf obunachilarimiz akalar gap yo'q aka. Rahmat aka. Bavo nech bo'lib qoldimi? 77-78 savdosi bo'lyapti. Qilinch bozor do'stlar. Iloji boricha imkon qadar video qilyapmiz. Siz so'rab qolamiz agar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Nech bo'lib qoldi aka bular? 15,5 dan deyapti, 14 dan, 13,5 dan so'rayapti. 13,5 so'rayapti. Surxon savdo YouTube kanali. Surxon savdo. Musulmonjon Ibragimov. Jiyan nech bo'lyapti savdosi? 11,5. Aka assalomu alaykum. Nech bo'lib qoldi savdosi bilan? 12,5 dan do'stlar 12,5 dan 25 savdosi bo'lyapti. Ikkalasi bir joyga. Tug'magan obunachilar. Aka nech pul bo'lyapti? 12 million so'm. 12 million so'm. Savdo chiqadi aka. Surxon savdo yutib aka. Musulmonjon Ibragimov. Aka nech pul bo'lyapti savdosi bilan? Aka o'yindan bo'lyapti. 10 dan 20. Nech pul bo'lyapti ekan bu? 11. 11 savdosi bo'lyapti. Aka nech bo'lib qoldimi savdosi? 8 million 700. Aka nech bo'lyapti savdosi? Savdosi qancha bo'ldi? Savdosi 9,5. 9,5 savdosi bo'lyapti. 9,5 savdosi bo'lyapti. Savdoni qiling aka. Nech bo'lib qoldi ekan bu aka? 9 million so'rayapti. 9 million so'm. Aka nech bo'lib qoldi bu?
Dokuz yapmış aka. Savdosi qancha bo'ldi? Necha pul so'radi hali? 8700. Necha pul so'rayapsiz aka? Assalomu alaykum. Necha pul so'rayapsiz? 7 million so'rayapti. Necha pul qoldi oraga? Orada qancha qoldi? Necha pul so'rayapsiz? 81 bermayapmiz. 8 million 100 aytilyapti. Baba assalomu alaykum. Necha pul bo'lyapti savdosi? Baba narxini aytib bering. Molni o'zi olinyapti, ayting. Mayli, bozorda mol ko'p do'stlar. Mana shunday xudo o'zi asrasin. Necha pul bo'lyapti aka bular? 14,5 million savdo. 14,5. Aka necha oylik bular? Bular birov Jiyan necha pul bo'lyapti bular savdosi? 6 million 600. Necha oylik bu? Sotib olingan do'stlar, bilmayman necha oylik. Katta alining bozorida qo'llarim mana nevara ko'rgan. Aka necha pulga olindi? 19 millionga olindi. Necha pulga baraka bo'ldi aka? 6 million 600 mana shumi? Gap yo'q, barakasini bersin. 6 million 600 ga olindi. Aka necha pul savdosi bo'lyapti buni? 4,5. Assalomu alaykum. Necha pul savdosi qoldi buni? 72 bo'lyapti. 72. Orada qancha qolyapti? 200 million. 7 million. Necha pul bo'lsa olyapti? Aka? 100 ming. Ha, sera. Beram. Qaytaklashib o'tirganmi? Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Necha pul bo'lyapti bular aka? Aka ikkalasini 7,5dan 15 million deyapmiz. 7 dan so'rayapmiz. 7,5dan 15 million aytilyapti. 7 million so'mdan so'rayapti. Bular necha aka? Buni 8,5 9 yaqin so'rayapmiz. 8,5 9 million so'mga yaqin so'rayapti. Savdangizni bersin aka. Gaziga bosin. Aka necha pul bo'lyapti savdosi? 88 million. 8 million 800. Ne gap yo'q. Assalomu alaykum. Aka necha pul bo'lyapti savdosi? 8,5 so'rashyapti. 8,5 so'rashyapti. Tug'magan, o'najin. Gap yo'q. Savdangizni bersin aka. Aka assalomu alaykum. Necha pul qoldimi malla? 9. Tug'magan ha? Bo'g'azmi? O'najin. Necha pul qoldi? Assalomu alaykum savdosi. Baba necha pul bo'lyapti savdosi? Necha pul? So'rayapsiz. 11,5 savdo bo'lyapti. Necha pul qoldi oraga? 500 ming bor. 12 aytilyapti, 11 million 500 ming so'rab turibdi mana shundasi. Aka necha pul qoldi bu? Assalomu alaykum. 11,5. 11,5. Jiyan necha pul bo'lyapti bu? 11. Savdosi 11 million so'm bo'lyapti. Assalomu alaykum. Aka necha pul bo'lyapti? 8,5 million. 8,5. 8 million 500. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka, tuzimsiz? Savdo. Aka necha pul bo'lyapti bu? 10,5 savdosi. Qaysi kanal aka bu? Surxon savdo YouTube kanali aka, Musulmonjon Ibragimov. Musulmonjon Ibragimov.